Assalomu alaykum azizlar. Bugun Samarqand viloyati Urgut tumanida yana bir navbatdagi obyektimiz bitkazildi. Bu obyektimizning fasad qismlariga polni klinker plitkalardan berganmiz. Bugun mana shu obyektning to'liq obzorini qilamiz. Sizlardan bitta like bilan podpiska, bizlardan esa to'liq ma'lumot. Xo'p, obyektimiz Urgutga joylashgan. Urgutning mana shu sentriga akamiz bir 2-3 marta showroomga kelib, har xil plitkalardan abrazis olib kelib, o'zlarining fasadlariga terib ko'rdilar va oxiri 3 xil tanlovga keldi. Birinchi tanlovlari mana shu orqamizda ko'rib turganingizdek qizil Polsha fasad plitkalari bo'ldi. Mana shu qizil plitkalarimizning polni oq fugarlar bilan terildi. Ikkinchi tanlovlarimiz rossiyskiy plitkalarimiz bo'ldi. Oq va mana bunaqa arkalarning ichiga mana bunaqa korishniroq ikki xil rang kombinatsiya qilindi. Xo'p, hovlimiz juda ham chiroyli chiqqan. Darvozadan kirganda to'rda polni mana shu qizil fasadlarimiz, oq boyagi tiyaga, eshik atrofi oq tiyaga bo'lgan va rastvorlarimizdan fugasi ham oq bo'lgan. Bu kirganda sirazi ko'zga tashlanadi, juda ham chiroyli ko'rinadi. Bitta yaqinroqdan ko'rsatamiz. Azizlar, bu fasadni plitkalarimiz narxlari bilan aytaman, chunki YouTube'da ko'pchilik bizlardan narxlarni so'raydi. Bu plitkamizni hozirgi kundagi narxi 1 kvadratga 265 ming so'm. Ko'rib turganingizda mana shunaqa gladki holatda bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mana shu gladki holatda bo'ladi bu plitkalarimiz va mana shu o'zimizga fugalarimiz bor. Oq, qora fugamiz bor. Bu mana shu imina plitkaga imina oq fuga tanlandi. Mana shu fugar bilan birdan bollar terib bergan. Bu yerga esa naturalniy traventin tosh bo'lgan. Mana shu tosh bilan plitka, keyin buni zatirkasi bir-biriga juda ham kombinatsiyasi o'xshagan. Shuning uchun juda ham chiroyli chiqqan, ko'rib turganingizdek. Xo'p, ikkinchi plitkamizga keladigan bo'lsak, bu ikkinchi plitkamiz hovlini asnoviy ko'p joyga terilgan, bu oq plitka hisoblanadi. Rossiyskiy plitka, bu usti немножко anaqa shurshaviy, g'adar-g'udirli bo'ladi. Kelib yaqinroqdan ko'rsatasiz. Mana shunaqa bo'ladi. Bu plitkamiz asnoviy uyning hamma joyi devorlari shundan bo'lgan. Bu ham razmeri 28,5 ga 6 bo'ladi balandligi. Buni ham qora fugamiz bilan, ya'ni o'zimizning qora fugamiz bilan zatirka qilingan. Zatirka qilingan plitkaning hozirgi kundagi narxi 265 ming so'm, zatirkamizning bir qopi esa 150 ming so'm. Mana shunaqa bir qopi 10 kvadrat joyizga yetadi. Mana bu yerga esa arkaning ichiga ko'rib turganingizdek tosh bilan ajratilgan va arkaning ichiga mana ikkinchi uje rossiyskiyning ikkinchi rangidan kombinatsiya qilgan arkalarning ichi darvozaxonaga bu ham bir o'zgacha chiroyli vid beryapti. Hovlimizning qolgan tomonlari esa, qolgan joylari ko'rib turganingizdek mana shunaqa oq plitkalarimiz bilan bo'lgan, ya'ni hovli juda ham anaqa svetli ko'rinyapti. Hovlini bug'ib qo'ymaslik maqsadiga mana shunaqa ranglar kombinatsiya qilgan, bir xil rangdan foydalanmagan, 3 xil rangdan foydalangan. Bu kirganda hamma joy qizil bo'lsa ham uncha yaxshi chiroyli chiqmaydi. Shuning uchun uyning egalari o'zlari spesial proyektlarni o'zlarining didlariga mos qilib mana shunaqa 3 xil rangdan foydalanishgan. Bu esa juda ham bir shohona ko'rinish beryapti. Xo'p, usta haqiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda mana shu plitkalarni ustalar o'rtacha 150 mingdan kvadratini terib berishyapti. Fugamizni aytdim, plitkamizni aytdim. Mana shuni hammasini qo'shsangiz, где-то 40-45 dollar atrofiga sizga tushadi 1 kvadrati. Mana shu plitka usta haqqi materiallari bilan. Xo'p, azizlar, bu plitkalarimizni ko'pchilik tushib ketadi, aka yillar o'tib u bu deydi. Sizga hozir mana shuni tushmasligi yo'lini aytaman. Mana shu ishni qilsangiz agar plitkangiz tushmaydi. Xo'p, nima desangiz agar, mana shu hozir plitka tergandan keyin soyaga o'tamiz. Plitka tergandan keyin обязательно sizlarga maslahatim mana shu orasini, shofini to'ldirish kerak. Mana bu zatirkasini ko'pchilik to'ldirmaydi. To'ldirmagandan keyin orqasiga agar qor yomg'ir tushadigan joy bo'lsa, suv o'tsa agar muzlatib plitkani tushiradi. Shuning uchun iloji bo'yicha ustoning gaplashing, mana shu zatirkasi bilan gaplashsangiz agar, zatirkasini qilib bergandan keyin bu orqasidagi kilayni qo'yib yuborsa, mana bu zatirka plitkani kabanchikni qisib oladi. Shuning uchun plitka umuman bu ne только o'zi tushish, mana bu zatirka bo'lgan plitkalarni qo'l bilan ham tushish imkoni bo'lmaydi. Buni qachon uyni buzsangiz, keyin birgalikda buzish mumkin. O'shaning uchun mana shu zatirkasini qilsangiz agar umuman plitkangiz tushmaydi. Bizlar maslahat beramiz ko'p joylarga. Plitkani terib bo'lganingizdan keyin обязательно zatirkasiga pulni ekonom qilmaslik kerak. Nimagaki plitkani yaxshi ushlab oladi mana shu zatirkalarimiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana shu hovli, mana shu imorat, mana shu polni hamma klinker plitkalari bilan bo'lgan. Endi bu nasib bo'lsa, yillar davomida mana shu holatga o'zini vidini, chiroyini saqlab qoladi. Azizlar, kimga mana shunaqa plitka xizmatlarimiz, plitka har xil klinkerlar kerak bo'lsa, albatta bizlarga fasadni plitkalarimiz assortimenti juda katta. Eron, Rossiya, Polsha, yaqinda mana Xitoyniki ham kirib keladi. Assortiment bir 100 ga yaqin plitkalarimiz bor. Shuning uchun
fasadingizga mana shunaqa plitka tanlamoqchi bo'lsangiz agar, albatta bizga murojaat qilsangiz agar, bizlar showroomga taklif qilamiz yoki kataloglarimizni tashlab beramiz. Telegram, WhatsApp orqali kataloglardan tanlab, showroomga kelib o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, fasadingizga mana shunaqa plitkalar tanlasangiz agar, mana shunaqa ustalarimiz ham bor, kelib chiroyli qilib yopishtirib beradi va obyektingizni podключ topshiradi. Xo'p, pastdagi raqamlarga Telegram, WhatsAppimizda uzoq safarda bo'lsangiz, bemalol mana shu Telegram va WhatsApplarga aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta laykchani ayamaysizlar.